Bugun hamma joyda mashhur bo'layotgan o'sha Turkiya burslari grant haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi o'zimni tanishtirishdan boshlayman. Ismim Jamshid va men ushbu grantni 2023-yil yutganman va bugungacha juda ham ko'p o'quvchilarga yutishga yordam berib kelyapman. Xo'p, o'zi ushbu grant nima, kim beradi, qancha odam olinadi degan savolga javob berishdan boshlayman. Turkiya burslari bu Turkiya davlati tomonidan chet el talabalariga beriladigan grant dasturi. Aniq kvotasi yo'q, lekin ma'lumotlarga qaraganda har yili taxminan 5000 tacha atrofida butun dunyo bo'ylab o'quvchilar ushbu grantni yutadi. Va O'zbekistondan ham taxminan 100 va 120 tacha orasida taxminan yutishi mumkinligi ko'rsatib o'tilgan, aniq ma'lumot yo'q lekin bu haqida. Ushbu grant o'zi nimalarni beradi degan savol bilan davom etamiz. Birinchisi, bu bepul o'qish, ya'ni siz Turkiyadagi o'qishingiz davomida hech qanaqa universitetga kontrakt summasi to'lamaysiz. Ikkinchisi, bu stipendiya. Bakalavr, magistratura, doktorantura o'qishingizga qarab sizga oylik stipendiya beriladi. Hozir 25-yil dekabr oyidagi, demak, bakalavr uchun stipendiyani qutolmasam 4500 lira bo'ladi va bu taxminan 100 va 110 dollar atrofida chiqishi kerak menimcha, aniq bilmayman lekin. Keyingisi, biz tibbiy sug'urtaga o'tib ketaylik. Tibbiy sug'urta nima degani? Siz Turkiya davlat kasalxonalarida bepulga tibbiy ko'rikdan o'tishingiz mumkin ko'pchilik holatlarda, ba'zi istisnolar bor tabiiy. Va eng zo'r tarafi, sizga dorilar uchun 80% gacha chegirma beriladi. Meni shaxsiy tajribamda shunaqa bo'lgan. Ancha arzonga dorilar narxini olaman boshqalarga qaraganda. Bundan keyingi imtiyozi bu turar joy, ya'ni siz birinchi kelgan paytda sizga bepul yotoqxonaga joylashtirilasiz va yotoqxona uzoq yaqinligi ham aniq aytib bo'lmaydi, ya'ni ba'zilar universitet ichidagi yotoqxonaga hatto joylashtirilsa, ba'zilar biroz uzoqroq joydagi yotoqxonaga ham joylashtirilishi mumkin va bu yoki KYK deydi, davlat yotoqxonasi yoki xususiy yotoqxonalar bo'lishligi mumkin. Buni Turkiya burslari o'zi hal qiladi. Va bundan tashqari har yil dasturlar, oromgohlar, forumlar va qo'shimcha darslar ham tashkillashtiriladi. Hammasi demak o'quvchilarni rivojlantirish uchun. Va eng zo'r tarafi, sizga aviabiletlar ham beriladi. Bu degani grant yutdingiz va Turkiyaga kelayotgan paytda sizga ular bilet olib berishadi Turkiyaga kelishingiz uchun. Va undan keyin o'qish bitirgan paytingiz yana O'zbekistonga qaytish uchun sizga bilet ham olib beriladi. Ya'ni sizdagi xarajatlar miqdori minimal darajada pasaytirilgan bo'ladi. Lekin tabiiy, agar yozda yoki qishki ta'til paytlarida O'zbekistonga qaytaman desangiz, o'zingiz biletingizni olishingizga to'g'ri keladi. Xo'p, grant ma'lumotlariga keladigan bo'lsak, birinchisi qabuli. Bu har yili 10-yanvardan 20-fevralgacha odatda davom etadi va ba'zan biroz cho'zilishi ham mumkin bu hujjat topshirish jarayoni. Kerakli hujjatlarga keladigan bo'lsak, birinchisi tabiiy sizdan pasport va ID kartalarni topshirsa bo'ladi. Bundan tashqari sizning baholaringiz, rasmingiz va o'z haqingizda ma'lumotlar va eng muhim qismlardan bo'lgan tavsiyanoma va maqsad xati ham muhim bo'ladi sizning grant yutish jarayoningizda. Grant shartlariga keladigan bo'lsak, bakalavr uchun 21 yoshdan kichkina bo'lishingiz kerak, baholaringiz 70% dan kam bo'lmasligi kerak. Bu degani O'zbekistondagi 5lik sistemada 3,5 dan kam bo'lmasligi kerak. Faqatgina sog'liqni saqlash sohasi bor. Tibbiyot yoki davolash ishi, farmatsevtika va stomatologiya sohalari uchun baholaringiz 90%, ya'ni 4,5 dan kam bo'lmasligi kerak bakalavr uchun. Magistratura uchun yoshingiz 30 dan kichkina bo'lishi va baholaringiz 75% dan kam bo'lmasligi kerak. Va doktorantura uchun yoshingiz 35 dan kichkina va baholaringiz yana 75% dan kam bo'lmasligi kerak. Bundan tashqari boshqa deyarli muhim talablari yo'q. Faqatgina doktorantura va magistratura uchun bakalavr yo'nalishingiz turdosh bo'lishi kerak. Buni o'zi umuman saytga ma'lumotlaringizni kiritgan paytingiz sizga mos yo'nalishlar chiqazib beradi Turkiya burslari saytini o'zi. Grant yutish jarayoni qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsalar, birinchisi o'sha yanvar va fevral oralig'ida demak qabul ochilgan paytda hujjatlaringizni topshirasiz. Undan keyin kutasiz va agar suhbatga chaqiriladigan bo'lsangiz, bahorda taxminan aprel-may oylarida bo'ladi odatda suhbat bosqichiga chaqirilasiz va agarda siz bakalavrga topshirgan bo'lsangiz, sizda yo'nalishidan qat'iy nazar matematika testi bo'ladi va plus undan keyin intervyu yoki suhbat bosqichi bo'ladi. Agar siz doktorantura yoki magistratura topshirayotgan bo'lsangiz, sizda faqatgina suhbat bo'ladi va suhbat o'zi umuman sizni yo'nalishingiz, o'zingiz va sohangizga qaratilgan bo'ladi. Bakalavr uchun matematika testiga keladigan bo'lsak, aytib o'tdim, yo'nalishidan qat'iy nazar
topshirishi shart matematika testini. Faqatgina san'at grantlari bundan tashqari. Aytaylik, siz tibbiyot, psixologiya, jurnalistika, biznes, iqtisod, IT ga topshirayotgan bo'lsangiz, matematikani topshirishingiz shart va tabiiy yaxshi ball olishingiz ham rol o'ynaydi garantiya tushishingiz uchun. Endi xo'p, intervyudan o'tdik deylik, kutasiz yana. Odatda yozning oxirida yoki kuzning boshida grant yutgan yoki yutolmaganligingiz haqida javob beriladi sizga email va veb-sayt orqali. Va agar undan keyin qabul qilingan bo'lsangiz, o'qishni xohlasangiz, kuzda bemalol Turkiyaga kelib o'qishingizni boshlashingiz mumkin. Qabul qilinmaganlar xohlasa yengil qaytarib o'tinishi mumkin yoki boshqa grantlarni sinab ko'rishligi mumkin bo'ladi. Bu Turkiya bu soha haqidagi videolar seriyasining birinchi qismi edi va bundan keyin ham yana videolar chiqishda davom etadi va bular o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'ling va bu videoga like bosishni unutmang. Aytgancha, Telegram va Instagram kanallarim va tarmoqlarimda ham to'liqroq ma'lumotlar bilan tanishib chiqishingiz mumkin.